Cobalt mashinasiga Starline S96 LTE modelini qo'yib berdik. Mashina polностью telefondan boshqariladi. Beskilchoq dostupdan boshqariladi. Ikkita tomoniga beskilchoq dostup berdik. Mashinani yopgan payt bakoylar yopiladi. Telefon yoki metka bilan kelgan paytda beskilchoq dostupdan mashinani ochib, o'tirib start stopdan zabt qilib ketsa bo'ladi. Xo'p, mashinani zabt qilgan paytimiz bakoylari o'zi avtomatik ochiladi. Hop, salonchidan bakoy ochib yopish uchun center zamok knopkasini bosib ushlab tursak, bakoy ochiladi, yopiladi. Hop, bu mashinaga qilib berilgan ishlar yana. Hop, mashina skorostiga ketayotgan paytda yo'linglarni kimdir siqib qo'ysa yoki kimgadir rahmat aytmoqchi bo'lsanglar, avarikani qisqa bossanglar 3 marta yonib o'chadi. Agar avarik kerak bo'lsa, bosib ushlab turiladi, avarika o'zini holatda ishlaydi. Bagaj ochish knopkasi bu joyda bo'lgan. Hop, telefondan dunyoni xohlagan joydan ochib yopib zabt qilsak bo'ladi. Xuddi shu joydan ochsak bo'ladi. Kartada mashina qattiq turibdi, qatdan qattiq yurganlarini ko'rsatadi. Приложение tepa qismida mashinaning sosteniyasini ko'rsatib turadi. Hop, akkumulyator zaryadka, salon temperatura, motor temperatura, probeglargacha to'g'ri ko'rsatyapti. Hop, benzin qancha bor?